Assalomu alaykum, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bu davriy asrlarni ayirishga misol so'raganlar uchun qarang. Buni ayirish ko'pchilik bilmaydi. Buni ikkita yo'li bor. Hozir ko'rsatamiz. Tak. Birinchisi bularni oddiy kasrga aylantirib olib, ya'ni tepaga sonni o'zini yozib, undan qavsgacha bo'lgan joyni ayirasiz. Mahrajga bo'lsa, qavsda nechta son bo'lsa, shuncha 9 yozasiz. Bu yerda 5 bo'lsa ham 9 yozgan bo'lardi. Farqi yo'q, faqat 9 yoziladi. Bunda ham xuddi shunaqa qildik. Endi shuni hisoblashingiz kerak, tegini bir xil qilib. Bu ozgina qiyinroq, endi men sizga osonroq yo'lini ko'rsataman. Demak, boshladik. 9 1 ketyapti, cheksiz 1. Hamdanga virgul bor. Endi buni tagidan yozaman. 7 5 va hokazo ketyapti. Ayiramiz. Ustun shaklda yozib. Xo'sh, ayirsak 1dan 5 ayira olmaymiz, shuning uchun bundan bitta bersak 11 dan 5 ayirish kerak. Bu 6 bo'ladi. Endi bu yoqda 11 emas, 10 qoladi. 10 dan 5 ayiramiz. 5. Endi bu yoqda 9 emas, 9 dan bunga olib berib buni 11 qiluvdik-ku. Keyin bundan olib berib buni 11 qiluvdik. Shuning uchun bu yerda 8 qoladi. 8 dan buni ayirsak 1 bo'ladi. Demak, bizani misolimizning javobi 1 qavsda 5 bo'ladi. Endi o'ylab ko'ring, qaysi biri osonroq ekan. Video yoqqan bo'lsa, xursandmiz. Bizni kuzatishda davom eting.